Qizlar ko'nglida zaten nimani o'ylaydi? Salom ko'pchilik yaxshimisizlar? Menki Adiladan sizlarga o'tliq salomlar bo'lsin. Bugun sizlarga kichkina bir hikoya olib keldim. Ko'pchilikningki oxirgacha bir to'liq anglab, inkaslaringlarni inkaslarga aymagan bo'lsanglar sizlar. Bir yigit bilan bir qiz tunji qatim uchrashishga chiqibdi. Tunji qatim uchrashishga chiqqandan keyin yigit qizni bir oshxonaga boshlabdi. Oshxonaga kirgandan keyin o'rlashib bo'lib, tunji qildigan gibi mulozimni chaqirib, lagmandan chiqqini deb buyuribdi. Yigit bu jarayonda yigit qizga yana tomoq chiqish jarayonidami o'zini maqtashdan boshqa ish qilmabdi deb berdi. Anadan keyin qizningki ko'ngildagini so'rash yoki tomoq chiqqandan keyin tomoqni yeng degandek, tatilma degandek gaplar qat'iy bo'linmabdi. Shundan keyin qizningki ko'nglida bir chekit urlik qopdi yigitga nisbatan. Tomoqlar yelib chiqib bo'lib, xo'shlashib qaytibdi. Qizningki uyga qaytgandan keyin yigitga bir uchur kelibdi. Uchurda bo'lsa, biz maskamaydi ekanmiz, bundan keyin aloqalashmayli degan uchurga. Buni yigit ko'rib, nima qilarini bilmay hang-tang qopdi. Nerdan ketkizib qo'yganligini bilmabdi. Sizlarchi bo'lgan chog'da do'stlar, bu yigit nerda ketkizib qo'ygandi? Agar u yigitning o'rnida siz bo'lgan bo'lsangiz qanday qilardingiz? Agar u qizning o'rnida siz bo'lgan bo'lsangiz qanday qilardingiz? Mushuni bir inkas rayonlarga bir aymay yezib baqqan bo'lsanglar, agar qizning qilg'ini to'g'ri desanglar bir raqamini, xato desanglar ikki raqamini yo'llab qo'ysanglar bo'ladi azizlar.